Ustaga bordi, unisi bunday ko'rsatdi, bunisi bunday ko'rsatdi. Avazbek ustaga kelib, bu odamni fikri, yo'l yo'lig'i ma'qul tushdi menga. Shu yerda mana usta bilan kelishib, hamma narsani tayyorlab berdilar. Mana hozir men buni uyga borib, xudo xolasa ishlatib ko'raman. Ishlatib ko'ring ota. Xudo xolasa yaxshi ishlaydi ota. Xudo xolasa endi bu ustalar aytishicha sinovdan o'tgan ekan, yaxshi ishlar bo'lar ekan. Bu ustaga rahmat, ishiga omad, xotirjamlik o'ngildan kelsin. Atiyangiz kelsin. El yurt oldi, 100 lira martabasi bilan ham ziyoda bo'lsin. Qayerdan keldingiz ota siz? Qayerdansiz? Men Sarqamishdan kelganman. Ha, Sarqamishdan bet. Sarqamishdan. Sarqamishdan. Ota qarang endi, bular qaysi birini qanchaga berdim endi? Qaysi birini qanchaga berdim? Hozir bocharaning 320 ming. 320 ming. Men bular hammasi 1 million 200 mingga kelishilgan. Shu. O'sha gap ketyapman hozir. Bo'ldi ota. Bo'ldi ota, yaxshi kunlarga ishlating. Rahmat. Bo'ldi.